IPL lazer sotib olishdan oldin ko'pchilikda bitta savol paydo bo'ladi. Uni qanday ishlataman? Aslida IPL lazerdan foydalanish juda ham oson. Birinchi navbatda muolaja qilinadigan hududdagi tuklarni britva yordamida olib tashlaysiz. Teri toza va quruq bo'lishi kerak. So'ng qurilmani yoqasiz va o'zingizga mos quvvat darajasini tanlaysiz. Agar birinchi marta foydalanayotgan bo'lsangiz, past darajadan boshlash tavsiya etiladi. Keyin esa qurilmani teriga 90 daraja holatda tekkizib, yorug'lik impulsini berasiz. Hudud bo'ylab asta-sekin harakatlanib, barcha kerakli joylarga ishlov berasiz. Bitta muolaja odatda bir necha daqiqadan 20-30 daqiqagacha davom etishi mumkin. Bu ishlov berilayotgan hududga bog'liq. Dastlabki haftalarda qurilmadan muntazam foydalanish muhim, chunki tuklar turli o'sish bosqichlarida bo'ladi va IPL aynan faol o'sayotgan tuklarga ta'sir ko'rsatishga yordam beradi. Ko'pchilik birinchi natijalarni bir necha muolajadan keyin sezishni boshlaydi. Muntazam foydalanganda esa tuklarning qayta o'sishi sekinlashishi va terining silliqroq ko'rinishiga erishish mumkin. Bizning 3 oylik IPL lazer dasturimizda siz qurilmadan qanday foydalanish, qaysi kunlari ishlatish va parvarishni qanday olib borish bo'yicha to'liq yo'riqnoma olasiz. Bundan tashqari sizga 5 ta teri parvarishi mahsuloti ham bonus sifatida taqdim etiladi. Shunday ekan, murakkab salon muolajalariga vaqt sarflamasdan uy sharoitida ham o'zingizga g'amxo'rlik qilishingiz mumkin.